46-masala bir DNK tarkibida 800 ta, ikkinchisida esa 600 ta nukleotid bor. Birinchi DNKda adeninlar soni purin asosidan 4 marta kam. Ikkita DNKda purin asoslari timin sonidan 2 marta ko'p. Ikkita DNKdagi vodorod bog'lar sonini farqini aniqlang. Demak, bu masalada ikkita DNK molekulasi berilyapti va birinchi DNKda 800 ta nukleotid, ikkinchi DNKda 600 ta nukleotid bor ekan. Birinchi DNKda adeninlar soni purin asosidan 4 marta kam. Adenin 2 va purin asosini 4x deb belgilaymiz. Shunda jami 8x, sababi purinlar 4x bo'lganda pirimidinlar ham 4x bo'ladi. Shuning uchun jami nukleotidlar 8x va x topsak 100 kelib chiqadi. Bu degani adeninlar soni 100 ta, timinlar soni ham 100 ta, guanin soni 300 ta, sitazin soni ham 300 ta. Biz 800 ta nukleotidlarda 300 ta guaninga qo'shib olsak, jami vodorod bog'lar soni 1100 ta kelib chiqadi. Va ikkinchi DNKni o'qiymiz. Ikkinchi DNKda purin asoslari timin sonidan 2 marta ko'p. Bu yerda timin x va purin asosi 2x bo'ladi. Shunda jami 4x nukleotidlar, 2x purin, 2x pirimidin va jami 4x. Bu x 150 kelib chiqadi. Bu degani 150 ta adenin, 150 ta timin, 150 ta guanin va 150 ta sitazin degani. Jami 600 ta nukleotidlarda 150 taga guaninlarga qo'shib qo'ysak, jami vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Va biz bularning farqini topadigan bo'lsak, 350 javob bo'ladi.